Biz bugun UTM universiteti territoriyasida joylashgan Scholars Inn общежитиясida obzor qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz bilan aziz studentimiz top 153-o'rinda turar ekan UTM universitetiga kirgansiz. Получается, shu o'zingizni yo'lingizni aytib o'tsangiz, o'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Meni ismim Aziz. UTM universitetiga kirdim bu yili magistraturaga. O'qishlar yaxshi. Bakalavrni Singapurskiy universitetida O'zbekistonda tugatganman. IT yo'nalishida. Keyin top 200 universitetlar qidirishni boshladim. Menga bunda Samarqand aka yordam berdilar. Keyin shu UTM varianti chiqib qoldi. Topshirdik, kutdik javobini, vizalarni. Mana Xudoga shukr kira oldik. Ancha kutdi-ya, adashmasam. Ancha kutdik. 2-3 oy vaqtimiz ketdi. Bu universitet ham sразу javob bermaydi, sразу olmaydi. Studentlarni отборный sostav qilishadi. Master bo'lgani uchun ham o'xshadi, Xudoga shukr. Потому что juda ham kuchli universitet. Bakalavriatga прям отборный sostav qilib olishadi. Chunki o'zi universitet top 5 taliga kiradi Malayziyada. O'zi основной lokatsiyasi Johor degan shaharda joylashgan. Biz hozir Kuala-Lumpurdagi kampusidamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir biz uy obstanovkasidamiz. Bu bularni hozirgi yashayotgan joylari, общежитиялari. Получается, buni ham краткий anaqa qilib beramiz. Room tour qilib beramiz sizlarga. Вот, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa zo'r vid. Bu задний fon emas. Rostdan shunaqa vidda o'tiribmiz. Endi Kuala-Lumpurdan nima anaqa ajdaniyalar bor edi, qanaqa kelganingizda ko'rdingiz, o'zingiz qanaqa ekan? Kuala-Lumpurdan taassurotli zo'r. Shahar chiroyli, aylanadigan joylar ko'p, odamlari ham yaxshi. Yashash hayot ham qolgan Yevropa davlatlariga qaraganda ancha arzon. Dostupniy. Lokatsiyasi ham, o'qishim lokatsiyasi ham juda qulay joyda joylashgan. Shahar markazida. Osam shaharning markazidan 3 kilometr joylashgan ekan. Bu yerda misol uchun avtobusga o'tirib ham yetib olsa bo'ladi. Получается, narx-navoga kelgan bo'lsak, narx-navo ham juda ham arzon. Misol uchun studentlarimizni ko'plarni yuborganmiz 250, uzoq borsa 300 dollarga yashab kelamiz deyapti. Ayrim studentlar даже 200 dollarga ham yashaymiz deb aytishyapti. Именно ovqatlanish. Общежитияларdan tashqari, конечно. Общежитиялар qatturlarda, qimmatroq qatturlarda arzonroq. Endi byudjetligiga qarab tanlasanglar bo'ladi, bemalol. Shunaqa получается, az bilan shunaqa suhbat o'tkazamiz. Endi o'qishni ham ozgina o'tib ketsangiz, o'qish qanaqa bo'lyapti? Xo'p, professorlar bor ekan. O'qish bo'yicha gaplashsak, o'qituvchilar juda kuchli o'qituvchilar ekan, ustozlar. Studentlar ham har xil millatdan studentlar bor, pokistonlik, arablar. Shunga yarasha kommunikatsiya ham yaxshi bo'lyapti, faqat ingliz tilida. O'qish o'ziga kelsak, o'qish darslar qiziq o'tyapti. Hammasi ingliz tilida. Professorlar ham juda ham kuchli. Kampus ham atrofi juda chiroyli bezalgan. Hamma yaxshi. Atrofida 2-3 ta частный общежитиялар ham bor. Hamma restoran, kafelar ham bor. Hamma narsa bor atrofida. Bemalol o'ylamasdan kelsangiz bo'ladi. Bo'lamiz. Получается, hozir biz qisqa room turni ham qo'yib beramiz. Mana shunaqa qilib, aziz bilan suhbatimiz yakuniga yetyapti. Videoning oxirida получается biz room turni ham qo'yamiz. Qiziqqanlar uchun, получается, bo'l. Shu sizga o'qishingizda omad tilaymiz. Sizlarga ham rahmat, yordam berganingizga kirishga. 1,5 yildan keyin zo'r kadr bo'lib O'zbekistonga kelib, konkretniy manfaatli ishlar keladi deb kutamiz. Assalomu alaykum. Biz bugun UTM universiteti territoriyasida joylashgan Scholars Inn общежитиясida obzor qilamiz. Общежитияsiga obzor qilamiz. Bu yerda kirishda hol, kuxnya,
Bu yoqda aerogrill sifalli olingan hamma narsa. O'zida keladigan narsa bu mini xolodilnik и mikrovolnovka. Keyin bu yoqqa o'tsak, bu yoqda hol, dars qiladigan joy, dazmol, televizor и kreslo для удобства. Keyin sekin bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda spalni. И bu yoqda уже shkaf bilan sanuzel. И bu xonadonda eng zo'r narsasi bu vid.